sinfdoshimni xotini menga keldi deydi. Kelinsam, sinfdoshingiz bizlarni tashab ketgan, boshqa xotinga uylanib ketgan. Kelmaydi, bir haftada 1-2 keladi, shunda ro'zg'orni eshikda, darvozada tushiradi, uyga kirmasdan ketadi. Faqat ro'zg'or qilib ketadi, kelmaydi. Bir gapirib qo'ysangiz deb ketdi deydi. Insofga chaqirib qo'ysangiz deb ketdi deydi. Ertasi kuni o'rtog'imni topdim deydi. Bir gaplashmaymizmi? Bu gaplashamiz deb qoldi deydi. Ancha bo'ldi gaplashmaganimiz. Yuqori aka, qayerda gaplashamiz dedim. Yuring, manikiga boramiz deb keyin ikkinchi xotinni uyga olib bordi deydi. Shunda qo'lga kirsak, bir o'ralgan ayol, "Keling begim, assalomu alaykum" deb darrov o'tirib, erini botinka bog'ishlarini yechib, paypoqlarni yechib, shimlarni qayirib, "Keling, mayirga o'tiring" deb chilopchim bilan obdastdan olib kelib, erini oldin oyoqlarini yuvdi deydi, keyin qo'liga suv o'zi qilyapti deydi. Endi u ayol eriga shu darajada mehr bilan xizmat qilyaptiki, men kirgan joyimda haykal bo'lib qotib qoldim deyapti. Qotib qoldim uni xizmatiga. Men yo'qman, u ayol uchun men yo'qman deyapti. E'tibor ham qilgani yo'q, qilyapti. Shu erini xizmatini qilyapti. Hamma xizmatlarni qilgandan keyin dasturxonni bitta ustini ochib, "Keling, mehmon" deb kirib ketdi deydi. Suyuq, quyuq, choy, non kelib turibdi. Biroz tamaddi qilgandan keyin boyagi o'rtog'im qoraga "Gapim bor dedingiz. Nima gapingiz bor edi?" deb so'rab qoldi deydi. "Nima deyman men unga?" deydi. "Nima deyishim mumkin men unga?" deydi. "Qo'y, buni tasha, ke bor, ana chakayning oldiga bor." Deymanmi deydi. "Axir o'zim ham shu hayotni xohlayman-ku" deyapti. "Menga ham shunaqa e'tibor bo'lishini xohlayman" deydi. "Qanaqa men uni qo'y bo'lmabdi bu ishing deyman" deydi. Hammani orzusi shu emasmi? Ayolingiz kelganda "Assalomu alaykum otajonisi, qara, dadang keldilar, qara qo'llariga suv qo'y, qara tez ovqatini, choyini olib kel" deyish kerak emasmi sizga? Butun ko'chadagi charchoqlaringizni sug'urib oladigan muomala shu emasmi? Keldingiz, yo salom yo'q, o'tirdiz, na bir e'tibor yo'q. Nima qilasiz? Siz nima bir joyda tashkilotda bir qorovul bo'lsangiz ekanki, qorovulxonaga borgan hech kim e'tirof qilmaydi. Qara, voy qorovul kelib qopti, qaraylik choyini beringlar demaydi hech kim. Kiradi bechora, o'sha yerda o'zi qaynatadi, o'zi pishiradi, o'zi chiqib ketaveradi. Qorovul emas-ku, bu seni ering-ku, bolalaringning otasi-ku.